O'rtoqlar, bilasizlar, meni kommentlarga atvet degan rubrikam bor. Bu rubrikada menga chigirtka askar yozgan ekan. Meni ham videolaringizda olib chiqing deb. Men bu insonga mana kommentariyada yozganman. Siz ya'ni profiliga o'tib ko'rdim bu insonni. Profilida hech qanday narsa yo'q. Ya'ni men biron bir kishini o'zimni kanalimda olib chiqishlik uchun u inson haqida men ma'lumotga ega bo'lishligim kerak. Чтобы chiqib olib turib, u inson haqida men ma'lumot beraman. Вот. U tabiiyki u insonni men profiliga o'tdim. U insonni profilida hech narsa yo'q ekan. Men u insonga yozdimki, o'zingiz haqingizda ma'lumot bering, чтобы men chiqib turib siz haqingizda odamlarga aytib beraman. Desam, menga kommentariyadan yozdi. Короче dedi, biz askar chigirtkaman dedi. Bizni qandaydir bir jamoamiz bor dedi. Chigirtkalar jamoasi dedi. Chigirtka prezident, chigirtka askar, yana chigirtka, ya'ni umumiy, короче, bularda bir to'dasi bor ekanmish. O'tib ko'rishinglar mumkin bu insonni profiliga, bu insonni repostlariga o'tib ko'ringlar, bu insonni podpiskalariga qaranglar. Rostdan ham men o'zim tekshirdim. Juda ham ko'p profillar, ya'ni chigirtka askar, chigirtka doktor, chigirtka prezident, chigirtka va hokazo, ya'ni qanday bir professiya bo'lmasin, bular shunday bir, ya'ni polniy profil ochgan. Har bitta kasbga chigirtka askar, chigirtka prezident, chigirtka doktor, chigirtka psixolog, ya'ni nechta professiya bo'lsa, har biriga bular bor. Ya'ni o'rtoqlar, kommentariyaga o'zingizlarning fikringizni yozib ketinglar. Bular kim? Ya'ni chigirtkalar kim? Bular nima xohlaydi? Ya'ni bularning maqsadi nima? To'g'risi, o'zingizlarning fikringizni kommentariyaga yozib o'tib ketinglar. Agarda kimdir chigirtkalar haqida, ya'ni men bilmagan yana bir ma'lumotni biladigan bo'lsa, bemalol yozib ketishinglar mumkin.